Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bugun ko'pchilik birodarlarimiz tomonidan iltimos bo'ldi. Qushlarni bitlari haqida bilganim qisqacha qilib xudo xohlasa shuni davosini qilmasa, katta qushlarda ham misol uchun o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Anemiya hosil bo'ladi. Zo'r boqib bo'lgan bilan zo'r qarshilab berganlaringda u narsani o'zi foydasi yo'q. Bo'ladi, ota-onasida ham stress bo'ladi. Hatto ko'pchilik aytadiki, qushlarim deydi, tuxumdan turib ketib qoldi deydi. Bunga nima qilsa bo'ladi? Inkubatsiya period deydi-ku. Sababi namlik, havoni issiqligiga qarab turib nima qilishimiz kerak buni yo'qotishlik uchun. Bir shaxsan men qiladigan narsam bu kuchli dori etning kasallikka uchun moyilligi oshib ketib qoladi qushda. Men endi o'zimda tajribamdan o'tgan narsani sizlar bilan bo'lishyapman. Qo'llash-qo'llamaslik endi birodarlar sizlarning o'zlaringizga havola. Menga effektivniy bo'lib turgan narsa. Ko'rish qanaqa bo'ladi, gnezdо qo'lni yechiladi-da. Tabiiyki tavsiya qilaman shu narsani. Aka bu muammo bo'lyapti, bu muammo bo'lyapti. Buni video qilib qo'yyapmanki, ko'pchilik shundan manfaatlansin, foydalansin. Salomat bo'linglar birodar.